bir xil mashinnik brigadalariga o'xshashmas. Aniqlik bilan qancha material, qanchalik usta haqi ketishini har birini sizga yozib berishadi. Ko'p material xarajat qilasiz va ustaga 2-3 barobar to'lashingiz to'g'ri keladi. Siz ko'ra olmaysiz uyingiz qanday bitishini. Shu xatolarni minus va plyus haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bu galdagi videoyimiz 2026-yilda yangi xonadon xarid qilganlar va 2026-yilda uyni ta'mirlamoqchi bo'lganlar uchun. Uy ta'mirlashda ko'pchilik xatolikka uchrayapti. Shu xatolarni minus va plyus haqida gaplashamiz. Minuslarga keladigan bo'lsak, birinchi minuslardan dizayn proyektsiz ishlash. Dizayn proyektsiz ishlashning o'zini ham minusi va plyusi bo'ladi. Minusidan boshlaydigan bo'lsak, dizayn proyektsiz ish boshlasangiz, avvalambor siz ko'ra olmaysiz uyingiz qanday bitishini. Ikkinchi minuslardan siz ko'ra olmaganingiz sababdan ko'p material xarajat qilasiz va ustaga 2-3 barobar to'lashingiz to'g'ri keladi. Uchinchi minusiga keladigan bo'lsak, uchinchi minusingiz vaqtingiz ko'p ketadi. Dizayn proyekt bilan boshlashning plyusi, dizayn proyekt bilan ish boshlasangiz, minusda aytganimdek, plyusda siz ko'ra olasiz nima bo'lishini, nima ketishini. Material xarajatlarga keladigan bo'lsak, ikkinchi minusimizning plyusi bu siz dizayn proyektni yaxshi jamoaga chizdirsangiz, yaxshi jamoa sizga aniqlik bilan qancha material, qanchalik usta haqi ketishini har birini sizga yozib berishadi. Va uchinchi minusimizning plyusi bu sizning vaqtingiz. Ikkinchi xatoyimizga keladigan bo'lsak, ta'mirlash jarayonini kimga topshirish? Brigadagami, firmagami? Brigadaga keladigan bo'lsak, brigadada to'g'ri ko'proq kamchiliklari bor. Brigadada eng katta minuslardan biri bu tanib bilib bilmasdan remontni topshirasiz. Qonuniy nuqtai nazardan qaraganda qonuniy ishlamaysiz va kafolati bo'lmaydi qonuniy. Ikkinchi minusga keladigan bo'lsak, akangizni, ukangizni yoki qo'ni qarindoshingizga ishonib, uni ishini ko'rmasdan unga ishingizni topshirasiz xonadoningizni. Vaholanki kelib chiqadiki, xuddi shundan ko'p nizolar chiqib keladi, u ham minusga kiradi. Lekin brigadada ham plyuslari bor, plyusi bordek, plyuslari ko'p brigadalar ham yaxshi ishlab beradi. Bir xil mashinnik brigadalarga o'xshashmas. Hamma brigada ham yomon degani emas. Endi firmaga keladigan bo'lsak, firmalarda to'g'ri plyuslari ko'proq, qonuniy nuqtai nazardan kafolat berishadi, qonuniy ishlashadi, o'zligi olib kelishadi, materialda ham o'zligi yugurchop, hammasiga o'zligi qarashadi, hammasi qonuniy bo'ladi. Lekin firmada ham minusi bor. Firmada minusi borligi ayrim mashinnik firmalarga bog'liq bu gapim. Qonuniy ishlaymiz deb turib, shartnomani o'zligini faqat foydasiga qiladi. Shartnomaga kirgizmaydi, qanaqa mahsulot ishlatishini, nima qilishini toki avans olguncha sizga yaxshi gapiradi, keyin srokda ham cho'zadi, materialda ham aldab qiladi. Shuning uchun firmani ham, brigadani ham plyusi va minuslarini aytib ketdik. Sizga firma tomonidan biz maslahat beramiz, firmadan ishlang, lekin shartnomaga yaxshilab ahamiyat bering. Qanaqa joylarga ahamiyat berish kerak bo'lganda, avvalambor firmani o'zini tekshiring. Shunaqa saytlar bor, shu saytlarda firmani o'zini ba'zi danalari bor, har bir firmada. Firmani tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizga shu saytda nomi kerak bo'lsa, videomiz pastda qoldirib ketamiz nomini. Xo'p, ikkinchi e'tibor beradigan joyingiz firmada shartnomada nimalar kiritilgan, nimalar qilinadi, qancha vaqtda qilinadi. Har bir etapiga e'tibor bering. Kiritilmagan bo'lsa kirit deb ayting. Keyin shartnoma asosida vaqtida qilinmasa nima bo'ladi? Firma tomonidan nima qoplab beriladi? Yoki qanaqa kafolati bor degan savolni bering albatta. Shu bilan ikkinchi xatoyimizni yopamiz. Uchinchi xatoyimizga keladigan bo'lsak, bu albatta texnadzorsiz ishlash bo'ladi. Texnadzorsiz ishlash nimaga olib kelishi mumkin? Texnadzorsiz ishlasangiz siz ham vaqtingizni sarflaysiz, ham remontni tushunmay qolishingiz mumkin, orada yaxshi material ishlatmasligi mumkin. Oldingi ikkinchi xatoyimizda aytganimdek, firma bilan ishlaysizmi, oddiy brigada bilan ishlaysizmi yoki tanishingiz bilan ishlasangiz ham, agar ular bilan kelishib, siz o'zingizning hisobingizdan yoki ularning hisobidan texnadzor bilan kelishib, texnadzor bilan ishlasangiz, texnadzor kelib siz uchun xonadon ta'mirini, remontini, ya'ni ham material sifatini, ham ish jarayonini sifatli yoki sifatsiz ketayotganini siz uchun tekshirib beradi va oqibatda remontingiz asab buzilmasdan vaqtingizni tejab chiroyli bitirasiz.
Agarda sizga ham videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun foydali video joylab boramiz.